Besababdan besabab yig'lashlar, terlash, davleniya o'ynashi bormi? Xo'p, ona tarafda xolalarda necha yoshda menopauza bo'lgan? So'ramagansiz. Xo'p, o'zi necha kun menstruatsiya bo'lardingiz? Necha kun? 10 kun. Xo'p, oxirgi 3 oy ichida 10 kun qon ketgan bo'lsa, hech chistka qilib tozalab unaqa narsalar bo'lgani yo'q. Xo'p, oxirgi menstruatsiya aytaylik. Leykosit normada, gemoglobiningiz 110-20 ta olsangiz 90. Mana bu yerda og'riq, esnoq, charchoq, uyquga tortishingiz o'shani hisobiga. Xo'p, revmatizm chiqmadi, S reaktiv belokingiz ozgina balandroq chiqdi. Xo'p, fosforga tekshiryapti, glyukoza normada. Vozrastingizga nisbatan analizlar zo'r. Ferritin tushib ketyapti. Bitta suvchi, bitta ovqat yesangiz hech qachon ko'tarilmaydi. Oldin ovqatlanib 1 soatdan keyin suyuqlik iching. Qafas